Demek library folder'ın ichida props hozir 3 ta obyektni 3 ta ixtiyoriy obyektni senga qo'yamiz. Quyidagi obyektlarni tanlab oldim va har birini nomlab chiqamiz. Good 1, ikkinchisi good 2, uchinchisi good 3. Va bu yerda mana bet obyekti bor, school skelet. Buni esa bet 1 deb nomlaymiz. Va har bir obyektimizga rigid body va box colliderlarni qo'shib chiqamiz. Add component box collider rigid body va script yozamiz. Scriptimiz bormikan? Yo'q, script yo'q. Yangi folder ochamiz. Scripts. Script folderining ichida target degan script yaratib olamiz. Mana behavior script. Target. To'rtta obyektimizni belgilab olamiz. Bular target obyekt hisoblanadi. Ya'ni kursor yordamida biz ularni bosamiz o'yinda. Save qilamiz. Endi prefab yaratib olamiz. Mana shu 4 ta obyekt uchun. Buning uchun yangi folder yaratamiz. Prefab nomlaymiz. Va har bir obyektimiz uchun original prefab yaratamiz. Original va bet 1 original. Va bu obyektlarni endi sendan o'chirib tashlaymiz. Mana prefablarni yaratib oldik. Endi target skriptini ochib, target skriptida ozgina kod yozamiz. Target skriptimizda nimaga javob berish kerak? Bu obyektlarni random positionda yuqoriga ko'tarilishiga javob beradi. Ya'ni biz add force metodi orqali rigid body add force oldingi o'yinlarda ishlatganmiz. Add force metodi bu obyektga kuch beradi, tezlanish beradi. Mana shu kuch va tezlanish natijasida obyekt yuqoriga harakatlanadi. Shu sababli add force ishlatganligimiz uchun ham biz obyektlarimizga rigid bodyni qo'shdik. Box collider, demak collision detection uchun kerak bo'ladi bizga. Okay. Skriptimizni ochib olamiz. Target skriptimiz qani mana. Demak, kerak bo'ladigan o'zgaruvchilarni yaratib olamiz. Private float, mean speed, private float max speed, private float max. Hozir bu max torque nima tushuntirib beraman. Bu bizga o'sha random rotation uchun kerak bo'ladi. Private float x range. Demak, har doim bitta joydan chiqishi kerak emas. Kublar, o'sha target obyektlari har doim har xil x position bo'yicha har xil pozitsiyadan chiqish kerak. Shuning uchun x range o'zgaruvchisi kerak bo'ladi bizga. Private float y spawn position. Bunga -6 ni beramiz. X range'imizga 4. Bunga 10 beramiz. Max speedga 16. Bunga esa 12 ni beramiz. Endi start metodining ichida rigid bodyni anaqa tortib olishimiz kerak bo'ladi.
Buning uchun bizga private rigid body kichkina harf bilan private rigid body target rb, ya'ni target rigid body get component rigid body. Endi bize demek target rigid body at force, ya'ni yuqoriga harakatlantiramiz. At force'imiz ham har bitta obyekt har xil tezlanish, har xil kuch bilan harakatlanishi kerakda. Hammasi bir xil bo'lsa, o'yinimiz unaqa qiziqarli bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi parametrimizga bize random force degan metod yaratib olamiz. Vector uch random force return vector y axis bo'yicha harakatlanishi kerak. Ko'paytiruv random dot range. Bunga endi minimum speed va maximum speed deb beramiz. Bu bizga vektor 3 qaytaradi. Shuning uchun random force shu yerga chaqirib qo'yamiz. Random force chaqirdik va force mode ni buni impulse qilib qo'yamiz. Impulse bizga bu birdaniga impuls beradi. Asosan bu sakrashga o'xshagan harakatlarni ishlatganda qo'llaymiz force mode impulsi. Bizning obyektlarimiz ham pastdan tepaga sakrab chiqadi. Shuning uchun impulsni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu impuls birdaniga sirazi tezlanish beradi. Agar impulsni qo'shmasak, tezlanish berishi sal sekinroq bo'ladi. Impulsni bersa birdaniga tezlik beradi. Bu endi yuqoriga harakatlanishida. Endi target rigid body at torque. Bu rotation beradi. Ya'ni obyektni o'zi turgan o'qi bo'ylab aylantirish imkoniyatini beradi bu narsa bizga. Buning uchun ham biz yangi metod yaratib olamiz. Chunki aylanish bu hamma obyekt uchun har xil bo'lishi kerak. Hammasi bir xil aylansa bo'lmaydi. Qaysidir x o'qi bo'yicha, qaysidir y, qaysidir gibrid, ham x ham y bo'yicha aylanish kerak. Shuning uchun biz float deymiz. Random torque return random range max torque va max torque minusdan plusgacha bo'lyapti. Random torque beramiz. Mana agar ahamiyat beradigan bo'lsak, bu vektor 3 ekan. Shuning uchun 3 marta takrorlaymiz. Chunki bu bitta qiymat qaytaradi. Botga biz random torque metodini chaqiramiz. Yana bir marta chaqiramiz. Virgul. Va bu yerga impuls ham berib ketishimiz kerak. Force mode impulse. Transform position teng random position bo'ladi bu. Bunga endi random spawn positionga vector 3 random spawn position ni beramiz. Bu vector 3 qaytaradi bizga. Return
new vector 3 random range minus x range x range bo'ladi y spawn position. Hop, endi kelinglar tork kommentga olib turaman, ko'ramiz nima bo'lishini. Buni tepaga yozsak ham bo'ladi. Birma-bir ko'rsatay. Okey, mana transform position. Birinchi bu bizni x bo'yicha har xil joylarga qo'yib chiqamiz target obyektlarni. Mana save qildim, play qilaman endi. Scene o'tamiz. Prefabs mana qo'yaman. Play'ni bosamiz. Game play focus qilamiz, play. Ozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak ekan. Chunki pastga qarab ketib qolyapti anaqalarimizni. Rigid body'ga qo'shganligimiz uchun hozir buni o'chirib turamiz. Save. Hozir demaymiz add force birga anaqa qilamiz. Demak, bu random positionga qo'yib beradi. Bu tepaga force tepaga urib beradi obyektimizni, target obyektimizni. Save qilib play qilib tekshiramiz. Hozir mana scene yo'q, hech qanaqa target obyektimiz. Buni tashlayman. Mana bu yoqdan chiqdi, ko'ryapmiz. Qizil. Qizil boshqa joydan chiqyapti, qora boshqa joydan. Bu endi bu yoqdan chiqyapti. Endi mana bu yoqda. Hammasi har xil joydan chiqyapti. Bu narsa, demak, har xil joydan boshlanishiga mana bu kod javob beradi. Tepaga harakatlanishga mana bu kod javob beryapti. Endi 3-kodimizni uncomment qilamiz, save. Bu 3-add torque metodi o'zini o'qida aylantirish imkoniyatini beradi. Save qilib play qilamiz. Juda ham menimcha tez harakatlanyapti add torqueimiz. Add torqueni menimcha 5 qilish kerak. Shunda sal sekinroq harakatlanadi. Play'ni bosamiz. Mana endi sal yaxshiroq holatga keldi. Demak, bu darsimiz shundan iborat. Keyingi darsda o'yinning davomini ishlab chiqamiz.